Xalq qabulxonasida Toshkent shahar soliq boshqarmasi rahbarlari bilan birgalikda tadbirkorlar o'rtasida sayyor qabul bo'lib o'tdi. Muammom shundan iborat ediki, barqarorlik reytingimiz eng pastki pog'onasida tushib ketgan edi. Shu bois biz shot fakturalar yuborayotganimizda o'zimizni kontragentlarimiz bizdan qabul qilishmayotgan edi. Sababi mana shu barqarorlik reytingimiz past bo'lganligi bo'yicha. Chunki uni riski baland bo'ladi. Shu boisdan biz mana shu masala bo'yicha yordam so'rab keldik. Uchrashuv bizga foyda berdi, chunki bizni duch kelgan kamchiliklarimizni, muammolarimizni mas'ul xodimlarga aytib, shu joyi o'zida hal qilib berishdi. Soliq boshqarmasining rahbarlari tez-tez shunaqa uchrashuvlar bizga tashkillashtirib tursa, biz albatta kelamiz. Ochiq muloqotlar, sayyor qabullari ko'proq tashkillashtirishga men tarafdorman.